Assalomu alaykum, efirda axborot dasturi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev ishlab chiqarish korxonalari faoliyatini barqarorlashtirish hamda tadbirkorlarni o'ylantirayotgan muammoli masalalarni hal etish yuzasidan taqdimot bilan tanishdi. O'zbekiston uchun sanoatni izchil rivojlantirish shunchaki iqtisodiy o'sish masalasi emas, balki butun mamlakat barqarorligining asosiy omili hisoblanadi. Aynan sanoat sektori ish o'rinlari, daromadlar va texnologik taraqqiyotni ta'minlaydigan mustahkam poydevor vazifasini bajaradi. Korxonalar barqaror ishlaganda ham biznesda, ham aholi orasida ishonch va barqarorlik muhiti shakllanadi. Shu bilan birga sanoat, transport, energetika va ta'lim kabi boshqa sohalarning rivojiga ham turtki beradi. Agar o'tgan davrga nazar tashlasak, 10 yilcha avval vaziyat ancha murakkab edi. Ko'plab korxonalar eskirgan uskunalar bilan ishlayotgan, texnologiyalar zamon talabiga javob bermas, modernizatsiya esa yillar davomida ortga surilar edi. Moliyalashtirish imkoniyatlari cheklangan, valyuta bilan bog'liq masalalar qo'shimcha to'siqlar yaratadi. Uskunalar importi qiyinchiliklar bilan kechardi. Biznes byurokratik to'siqlarga duch kelar, energetika ta'minoti barqaror emas edi. Malakali kadrlar yetishmasdi. Shuningdek, korxonalar xalqaro ta'minot zanjirlariga yetarlicha integratsiyalashmagani ularning rivojlanishini va eksport salohiyatini cheklab qo'yar edi. Shu paytda vaziyatni alohida choralar bilan to'liq o'zgartirib bo'lmasligi aniq bo'ldi. Sanoatni tizimli rivojlantirish, ishlab chiqarish hajmini keskin oshirish va korxonalarni modernizatsiya qilish uchun keng qamrovli islohotlar zarur edi. 2017-yildan prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan aynan shunday islohotlar izchil va bosqichma-bosqich yo'lga qo'yildi. Ushbu davr mobaynida valyuta siyosati erkinlashtirildi. Bu esa korxonalarga uskunalar va xom ashyoni erkin import qilish imkonini yaratdi. Sarmoyaviy muhitni yaxshilashga alohida e'tibor qaratildi. Biznes ochish va yuritish yengillashdi. Investorlar huquqiy himoyasi kuchaytirildi. Yangi industrial zonalar va texnoparklar tashkil etildi. Ularda ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish uchun tayyor infratuzilma yaratildi. Yirik modernizatsiya jarayonlari boshlandi. Tekstil, farmatsevtika, elektrotexnika va avtomobilsozlik kabi tarmoqlarda klaster tizimi jadal rivojlandi. Shu bilan birga energetika bazasi mustahkamlandi. Korxonalar uzluksiz ishlashi uchun shart-sharoitlar yaxshilandi. Soliq va bojxona imtiyozlari joriy etildi. Imtiyozli kreditlash dasturlari ishga tushirildi. Eng muhimi, malakali kadrlar tayyorlashga alohida e'tibor qaratildi. Chunki texnologiyalar inson omilisiz samara bermaydi. Bugungi kunda esa amaliy natijalar yaqqol ko'zga tashlanmoqda. Sanoat tarmog'i sezilarli darajada mustahkamlandi va ixtisoslashdi. Ishlab chiqarish hajmi o'smoqda, mahsulot turlari kengaymoqda. Mamlakat ichida qayta ishlash ulushi oshyapti. O'zbekiston tashqi bozorlarga tayyor mahsulot bilan yanada ishonchli chiqyapti. Xalqaro standartlar asosida ishlaydigan korxonalar soni ko'paymoqda. Ichki bozor ham tobora ko'proq mahalliy mahsulotlar bilan ta'minlanmoqda. Natijada bu jarayonlar mamlakatga nafaqat iqtisodiy o'sish, balki barqarorlik ham olib kelmoqda. Bu esa kelgusidagi rivojlanish uchun mustahkam poydevor hisoblanadi. Sanoat tarmog'ining rivojlanish darajasi mamlakatda biznes muhitini yaxshilashga qaratilgan siyosat qanchalik samarali amalga oshirilayotganini to'g'ridan-to'g'ri ko'rsatadi. Bu jarayonda prezidentimizning tadbirkorlar duch kelayotgan muammolarni hal etishdagi shaxsiy ishtiroki alohida ahamiyat kasb etadi. Prezidentimizning xususiy sektor vakillari bilan ochiq muloqotlari shuni ko'rsatdiki, davlatimizning bevosita e'tibori va qo'llab-quvvatlovisiz biznes iqtisodiy o'sish sur'atlariga mos ravishda rivojlana olmaydi. 2025-yil 20-avgustda bo'lib o'tgan bunday uchrashuvda prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tomonidan bir qator muhim tashabbuslar ilgari surildi. Ularning katta qismi tadbirkorlar bilan joylarda muntazam uchrashuvlar tizimini yo'lga qo'yishga qaratilgan edi. 2026-yil amaliyoti shuni ko'rsatdiki, bunday uchrashuvlar joylardagi mutasaddilar darajasidagina o'tkazilishi bilan cheklanmagan. Prezidentimiz deyarli har oyda bir necha marotaba biznes muhitini yaxshilash, qiyin ahvolga tushib qolgan tadbirkorlik subyektlarini qo'llab-quvvatlash hamda korxonalarni moliyaviy va amaliy jihatdan sog'lomlashtirish masalalarini kun tartibiga olib chiqmoqda. Video selektor yig'ilishlari tadbirkorlar ishtirokida o'tkazilib, ularning taklif va fikrlari tinglanmoqda hamda aniq yechimlar ishlab chiqilyapti. Bu borada moliyaviy sog'lomlashtirish masalasiga e'tibor qaratilmoqda. 2026-yil 3-aprel kuni prezidentimiz tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash faqat yangi quvvatlarni yaratish bilan cheklanib qolmasligi kerakligini ta'kidladi. Unga ko'ra, mavjud biznesni saqlab qolish, vaqtincha qiyin ahvolga tushib qolgan korxonalarga o'z vaqtida yordam ko'rsatish va ularni qaytadan iqtisodiy faoliyatga qaytarish ustuvor vazifa bo'lishi lozim. Shuningdek, davlatimiz rahbarining hududlarga amalga oshirayotgan tashriflari ham muhim imkoniyat sifatida namoyon bo'lmoqda. Bu jarayonda prezidentimiz tadbirkorlar bilan bevosita muloqot qilib, joylardagi haqiqiy vaziyat bilan tanishyapti. Umuman olganda, barcha jarayonlardan shu xulosa kelib chiqadiki, davlatimiz rahbari uchun xususiy sektor bilan samarali muloqotni yo'lga qo'yish ustuvor ahamiyatga ega. Bu siyosatning natijalari esa allaqachon amalda o'z ifodasini topgan. 348 mingga yaqin yakka tartibdagi tadbirkorlar faoliyat yurityapti. Taxminan 5,5 million kishi o'zini o'zi band qilgan shaxs sifatida mehnat qilmoqda. Oxirgi 5 yilda iqtisodiyotda xususiy sektor ulushi 45% dan 58% ga oshgan. Bularning barchasi shuni ko'rsatadiki, mavjud muammolar e'tiborsiz qolmayapti. Ularni hal etish esa davlatimiz rahbarining doimiy e'tibor markazida. Navbatdagi taqdimot esa aholi farovonligini oshirish va qulay biznes muhitini shakllantirishga qaratilgan uzoq muddatli izchil siyosatning mantiqiy davomi bo'ldi.
Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev ishlab chiqarish korxonalari faoliyatini barqarorlashtirish hamda tadbirkorlarni o'ylantirayotgan muammoli masalalarni hal etish yuzasidan taqdimot bilan tanishdi. Mamlakatimizda tadbirkorlikni rivojlantirish, investitsiya loyihalarini qo'llab-quvvatlash va yangi ishlab chiqarish quvvatlarini yaratish bo'yicha keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Shu bilan birga sanoatda mavjud imkoniyatlardan to'liq foydalanish, avval ishga tushirilgan korxonalarning barqaror faoliyat yuritishini ta'minlash, ularning mahsulot ishlab chiqarish va eksport salohiyatini oshirish esa muhim vazifa bo'lib qolmoqda. Taqdimotda turli sabablarga ko'ra quvvati pasaygan va tushumi kamaygan korxonalar faoliyatini o'rganish natijalari ko'rib chiqildi. Bunday holatlar asosan to'qimachilik, qurilish materiallari, oziq-ovqat, neft-kimyo, elektrotexnika va boshqa tarmoqlarda kuzatilmoqda. Ushbu toifadagi korxonalar faoliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatayotgan omillar orasida aylanma mablag' yetishmovchiligi, kommunal infratuzilma bilan bog'liq masalalar, loyihalarning kechikishi, uskunalarning eskirgani, xomashyo zanjiridagi uzilishlar, mahsulotga talabning pasayishi kabi muammolar ko'rsatib o'tildi. Bu muammolarni hal qilish orqali korxonalarda ishlab chiqarishni tiklash va mavjud quvvatlarni to'liq ishga solib, qo'shimcha 65,6 trillion so'mlik mahsulot ishlab chiqarish va eksport qilish imkoniyati borligi aniqlandi. Shu bois har bir korxona holatini alohida o'rganib, ularni to'liq quvvatga olib chiqish bo'yicha yangi tizim joriy etilishi belgilandi. Buning uchun mutasaddi idoralar va banklar ishtirokida respublika shtabi tashkil etiladi. Shtab vakillari joylarga chiqib, 2 hafta muddatda korxonalar faoliyatiga to'sqinlik qilayotgan masalalarni aniqlaydi va ularni joyida hal etish choralarini ko'radi. Faoliyatini tiklash imkoniyati mavjud korxonalarga zarur kredit mablag'larini ajratish, aylanma mablag' bilan ta'minlash, infratuzilma va xomashyo masalalarini hal etish bo'yicha banklar va mas'ul idoralar birgalikda ishlaydi. Taqdimotda tijorat banklari balansidagi yirik mol-mulklar masalasiga ham e'tibor qaratildi. Bugungi kunda banklar balansida qiymati 10 milliard so'mdan yuqori bo'lgan 70 ta mol-mulk mavjud. Mazkur aktivlarni iqtisodiyotga qayta jalb qilish, ularga investor topish va ishlab chiqarish maydonlariga aylantirish bo'yicha alohida mexanizmlar ishlab chiqilishi belgilandi. Taqdimotda investitsiya dasturlari doirasida ishga tushirilgan loyihalar faoliyatini hisobga olish va ularning natijadorligini baholash masalasiga to'xtalib o'tildi. 2021-2025 yillarda amalga oshirilgan qariyb 17 mingta loyiha natijasida ishga tushgan korxonalarning ayrimlari o'z faoliyatini soliq va statistika hisobotlarida to'liq aks ettirmayotgani ko'rsatib o'tildi. Mutasaddilarga har bir loyihani o'rganib, ularni soliqqa tortish va statistika hisobotlarida to'g'ri aks ettirishni ta'minlash topshirildi. Ishbilarmonlik muhitiga salbiy ta'sir ko'rsatayotgan hamda aholi va tadbirkorlik subyektlarining e'tirozlariga sabab bo'layotgan ayrim masalalar hamda ularning yechimi bo'yicha takliflar ko'rib chiqildi. Xususan, tadbirkorlik subyektlarining pesh lavhalari va brend belgilarini joylashtirish, umumiy ovqatlanish va savdo obyektlari uchun ayrim ma'muriy talablar, mehnat munosabatlaridagi tartib-taomillar, naqd pulsiz to'lovlar, soliq imtiyozlarini qo'llash, moliyaviy jarimalar, tashqi iqtisodiy faoliyatdagi hujjatbozlik kabi masalalar muhokama qilindi. Masalan, amaldagi tartibga ko'ra ayrim hollarda korxona nomi, faoliyat turi yoki savdo belgisi aks etgan pesh lavhalar ham reklama sifatida baholanib, ular uchun alohida pasport rasmiylashtirish va to'lovlarni amalga oshirish talab etilmoqda. Bu tadbirkorlar uchun qo'shimcha ma'muriy yuk bo'lishi bilan birga savdo va xizmat ko'rsatish obyektlarining tanilishi, mijoz oqimi va tushumiga ham ta'sir ko'rsatmoqda. Shu munosabat bilan tadbirkorlik subyektining nomi va faoliyat turi to'g'risidagi binoga joylashtirilgan axborotni reklama sifatida baholamaslik va buning uchun tegishli pasportlarni rasmiylashtirishni bekor qilish taklif etildi. Reklamalar va boshqa axborot belgilarini joylashtirishga doir dizayn talablarini tadbirkorlar takliflarini inobatga olgan holda bosqichma-bosqich joriy etish, yuridik shaxslarga tegishli transport vositalariga o'z savdo belgisini joylashtirish tartibini soddalashtirish tashabbusi ilgari surildi. Umumiy ovqatlanish korxonalariga qo'shilgan qiymat solig'ining bir qismini qaytarish tartibini soddalashtirish, ayrim savdo, umumiy ovqatlanish va xizmat ko'rsatish obyektlari uchun ekologik ekspertiza hamda kompensatsiya to'lovlari bilan bog'liq tartiblarni yengillashtirish taklif etildi. Shuningdek, mehnat munosabatlarida ish beruvchi va xodim o'rtasidagi ayrim tartib-taomillarni aniqlashtirish taklif qilindi. Raqamlashtirish va naqd pulsiz to'lovlar yo'nalishida aholi va biznes uchun qulayliklarni oshirishga qaratilgan takliflar bildirildi. Xususan, ayrim tovar va xizmatlar uchun to'lovlarni naqd pulsiz shaklda amalga oshirish amaliyoti kengayib borayotgani bois bank infratuzilmasi, komissiyalar va iste'molchilarga qaytariladigan cashback tizimini takomillashtirish zarurligi qayd etildi. Jismoniy shaxslarning o'z bank kartalari o'rtasidagi pul o'tkazmalarini komissiyasiz amalga oshirish, naqdsiz to'lovlarni aholi uchun qulay bo'lgan shakllarini ko'paytirish, umumiy ovqatlanish, alkogol, tamaki va yoqilg'i sotish sohalarida xarid cheki bo'yicha hisoblangan cashbackni tezkor qaytarish imkoniyatini yaratish taklif etildi. Shu bilan birga bank kartalari orqali amalga oshiriladigan operatsiyalarda xavfsizlikni ta'minlash maqsadida joriy etilgan antifrod SMS xabarnomalar bo'yicha hujjatlarni qayta ko'rib chiqish, mobil ilovalardagi xabarnomalar yoki biometrik identifikatsiya kabi muqobil yechimlardan foydalanish taklif qilindi. Soliq ma'murchiligi va moliyaviy jarimalar yo'nalishida soliq imtiyozlarini qo'llashda yuzaga kelayotgan nizoli holatlarni bartaraf etish, soliq qarzdorligi bo'yicha hisoblanayotgan penya asosiy qarz summasidan oshib ketmasligi bo'yicha normani joriy etish, chek bermaslik holati yuzasidan xabar yuborish tizimini suiiste'mol qilish holatlarining oldini olish, qo'shimcha qiymat
mehnat solig'i guvohnomasini to'xtatish tartibini takomillashtirish ilgari surildi. Tashqi iqtisodiy faoliyatni soddalashtirish maqsadida import jarayonida bir-birini takrorlovchi hujjatlarni qisqartirish, tadbirkorga xorijda savdo uylari, filial va vakolatxonalar ochish uchun qulayroq tartib yaratish, Expo markaz imkoniyatlaridan samarali foydalangan holda milliy mahsulotlarni xalqaro bozorda keng targ'ib qilish bo'yicha takliflar bildirildi. Davlatimiz rahbari tadbirkorlar uchun ortiqcha to'siqlarni kamaytirish, nazorat va tartibga solish mexanizmlarini soddalashtirish, raqamlashtirish jarayonlarini biznesga qo'shimcha yuk emas, qulaylik yaratadigan vositaga aylantirish zarurligini ta'kidladi. Mutasaddilarga mavjud sanoat quvvatlarini to'liq ishga solish, korxonalarni moliyaviy sog'lomlashtirish, ishlab chiqarish va eksport hajmini oshirish, yangi ish o'rinlari yaratish hamda tadbirkorlar uchun qulay sharoitlarni kengaytirish yuzasidan aniq topshiriqlar berildi. Muhtaram Prezidentimiz 2 hafta oldin topshiriq bergandilar. Aynan tadbirkorlarni kayfiyatiga ta'sir qilayotgan, tadbirkorlik muhitiga ta'sir qilayotgan muammolarni ko'taringlar, o'rganinglar degan. Shundan kelib chiqib, mana 15 ta tizimli masalani taqdimot qildik va muhtaram Prezidentimiz tomonidan har bittasi bo'yicha batafsil o'tib chiqildi. Va o'ylaymanki, tadbirkorlarimizning kayfiyatiga kayfiyat qo'shiladi, chunki aksariyati qo'llab-quvvatlandi muhtaram Prezidentimiz tomonidan. Xususan, so'nggi paytlarda ijtimoiy tarmoqlarda ham ko'p bir muhokamalarga sabab bo'layotgan masalalardan biri bu tashqi reklama masalasi, ya'ni peshlavhalar masalasi ham kun tartibida ko'tarildi. Shu bo'yicha ham muhtaram Prezidentimizga taklif berdik. Ya'ni ushbu sohadagi qonunchilikni qayta ko'rib chiqish masalasi, ya'ni tadbirkorlar tomonidan bildirilayotgan takliflardan kelib chiqib, shu sohani yanada soddalashtirish. Ya'ni firma nomi bo'ladimi yoki faoliyat nomi bo'ladimi, buni reklama sifatida ko'rmaslik kabi masalalarni muhokama qilindi. Bundan tashqari shaharning dizayn kodi masalasi bo'yicha ham takliflar bildirildi, ya'ni ma'lum bir vaqt berishdi. Tadbirkorlik subyektlariga bu katta jarayon bo'lganligi, xorij tajribani o'rganganda ham bu bir vaqt o'zida o'tib qolmaganligi dizayn kod masalasiga, ya'ni kerak bo'lsa yillar ketganligini inobatga olib muhtaram Prezidentimiz taklifimizni qo'llab-quvvatladilar. Bundan tashqari yana bir muhim masalalardan biri so'nggi paytlarda tadbirkorlar bilan uchrashganimizda ayniqsa ko'p ko'tarilayotgan sohalardan biri bu markirovka masalasi. Ya'ni 2026-yilning 1-apreldan boshlab markirovkalash tizimi yo'lga qo'yilgan. Ayniqsa suv mahsuloti ishlab chiqaruvchi korxonalarga bu ta'sir o'tkazyapti va bu bo'yicha ham bizda hali korxonalarimizni tahlil qilganimizda ko'rdikki, 10 ta katta yirik ishlab chiqaruvchi bo'ladigan bo'lsa, ya'ni 90% bozorda egallagan, shundan 5 tasi hali tayyor emas. Ushbu jarayonga tayyor emasligini muhtaram Prezidentimiz aytganimizda, muhtaram Prezidentimiz yana bir bor buni cho'zish bo'yicha taklif berdilar. Ya'ni bilamiz, bu 2 marta cho'zilgan, o'zi 2024-yil apreldan boshlab cho'zildi, 26-aprelgacha. Mana mayli dedilar, yana cho'zamiz. Qachonki tadbirkorlarimiz tayyor bo'lsin, shu narsaga og'rimasin degan masalani qo'ydilar. Bundan tashqari yana bir xursand qiladigan masalalardan bittasi bu muhtaram Prezidentimiz tomonidan bir necha yildan beri tadbirkorlarga imtiyoz va preferensiyalar berish bo'yicha farmon qarorlari qabul qilindi. Afsuski, tadbirkorlardan jarima undirish kabi holatlar kuzatilayotganligi Prezidentimizga aytganimizda, qisqa muddat ichida soliq kodeksiga o'zgartirish kiritish kerakligini hamda tadbirkorlik subyektlariga jarima qo'llamasligini, jarima qo'llash bo'yicha moratoriy e'lon qilish kerakligi bo'yicha ham alohida topshiriq berib o'tdilar. Bundan tashqari chek masalasi bo'yicha takliflar bo'ldi. Shuningdek, naqd pulsiz to'lov hisob-kitoblar qilish bo'yicha ham topshiriqlar bo'ldi. Import masalalari bo'yicha topshiriq bo'ldi. Umuman hozirgi kunda tadbirkorlar oldida turgan aksariyat masalalar bo'yicha biz ko'tardik, tadbirkorlarning ovozini yetkazdik. Muhtaram Prezidentimizga o'zlarining topshiriqlaridan kelib chiqib, deyarli hammasini qo'llab-quvvatladilar. Shu bilan birga mehnat bo'yicha ham taklifimizni aytganimizda, ayniqsa shu biznesda ishga qabul qilish va ishdan bo'shatish jarayonlarida sal murakkabliklar bor, qonunchilikda byurokratiya bor. Shu masalani aytganimizda muhtaram Prezidentimiz ijtimoiy davlat ekanligimizni unutmasligimizni, bu masalada ehtiyot bo'lishimizni va yana bir bor qayta o'ylab ko'rish bo'yicha ham o'zlarining topshirig'ini berib o'tdilar. Bugungi bildirilgan takliflar biz tadbirkorlarga yetkazamiz, albatta ularning kayfiyatiga kayfiyat qo'shadi va muhtaram Prezidentimiz alohida urg'u berdilar. Bu bilan to'xtab qolmaslikda, ya'ni muammolar hali yetarlicha borligini va bu bo'yicha ham yana biz tadbirkorlar bilan tizimli muloqotni yo'lga qo'yamiz. Ularni takliflarini muhtaram Prezidentimizga yetkazib boramiz. Hurmatli Prezidentimiz tadbirkorlik subyektlarini uylantirib kelayotgan muammoli masalalarni yechimi bilan tanishtirdilar. Guvoh bo'lyapmiz. Ijtimoiy tarmoqlarda asosan shu tadbirkorlarni uylantirib kelayotgan masalalardan biri o'zining faoliyat turi, o'zini nomi ko'rsatilgan peshlavhalarni reklama sifatida qaralib, pasportlashtirish yoki uni demontaj qilish bilan bog'liq masalalar ko'pchilik tadbirkorlarimizni aqliy e'tirozlarga sabab bo'lmoqda. Taqdimotda hurmatli Prezidentimizga takliflar kiritildi. Ya'ni tadbirkorlik subyektlarining o'zining nomi, faoliyat turi ko'rsatib o'tilgan peshlavhalar, ma'lumotlar
reklama sifatida qaralmasligi va bu uchun pasport talab etmasligi belgilab berildi. Bundan tashqari tadbirkorlik subyektlarini o'ylantirayotgan bir muammoli masalalar bu o'sha antifrod tizimini joriy qilinganligi va bu tizim 22 apreldan boshlab barcha SMS xabarlar uchun joriy qilinishi, bu asosan o'sha onlayn to'lov tizimi ishtirokchilari bo'lgan tadbirkorlarning muammolariga aylangan edi. Bu bo'yicha ham tegishli takliflar kiritildi. Ya'ni bundan keyin antifrod SMS xabar orqali yoki o'zini biometrik autentifikatsiya orqali o'tkazish taklifi kiritildi. Bundan tashqari uni narxlarini arzonlashtirish masalasini ko'rib chiqish bildirildi. Hamda antifrod SMS xabarlarini yo biometrik autentifikatsiyasini barcha SMSlar uchun emas, o'sha shubhali bo'lgan SMSlar uchun joriy qilish taklifi kiritildi. Tadbirkorlarimizning ham asosiy taklifi bu o'sha aynan shubhali hisoblangan ko'chirmalar uchun antifrod tizimini joriy qilish edi. Bu ham o'sha hurmatli prezidentimizga taqdimotda aytib o'tildi va ma'qullandi. Bu bo'yicha ham o'sha tegishli qonun hujjatlariga o'zgartirish kiritish orqali bu ham o'z yechimini topadi. Muhtaram prezidentimiz tomonidan ishbilarmonlik muhitini yaxshilash, tadbirkorlik subyektlariga qulay sharoit yaratish maqsadida bir qator tashabbuslar ilgari surildi. Prezidentimizning farmoni va qarorlari bilan berilgan soliq imtiyozlari soliq kodeksiga kiritilmaganligi sababli bir qator nizoli masalani keltirib chiqarayotgan edi. Aynan ushbu holatni bartaraf etish maqsadida soliq kodeksiga tegishli o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish vazifasi yuklatildi. Shu bilan bir qatorda muddatli bo'lgan soliq imtiyozlarini qayta tiklab, soliq kodeksiga kiritilgan qadar hisoblangan soliqlar va peniyalarni bekor qilgan holda 2026 yil uchun ham o'sha imtiyozlardan foydalanish me'yori belgilab qo'yilyapti. Bundan tashqari tadbirkorlik subyektlarini soliq qarzdorligi bo'yicha peniya summasi asosiy soliq qarzdorligidan yuqori holatlari vujudga kelayotgan edi. Bu ham tadbirkorlik subyektlariga noqulayliklar yaratilayotgan edi. Belgilab qo'yilyaptiki, soliq qarzdorligi bo'yicha peniya summasi asosiy soliq qarzdorligidan yuqori bo'lmasligi nuqtai nazaridan tegishli o'zgartirish kiritish. Bu ham o'z navbatida tadbirkorlik subyektlariga yengillik beriladi. Bundan tashqari nazorat kassa texnikasi va to'lov terminali tartibini buzganlik holatlari bo'yicha 5 million miqdorida jarima belgilangan. Ushbu holatlarni xabardor qilgan o'sha fuqarolarga rag'batlantirish belgilangan edi. Aynan o'sha jarimani 20% miqdorida. Shunaqa o'zgartirish kiritilyaptiki, bir oyda murojaat bemalol qilib, lekin rag'batlantirish nuqtai nazaridan oyiga bir marta rag'batlantirish belgilanyapti. Bundan tashqari qo'shimcha qiymat solig'i bo'yicha guvohnomani vaqtincha to'xtatish tartibi bizda avtomatlashgan tartibda amalga oshirilgan edi. Bugungi kunda sudlar tomonidan qabul qilingan qarorni haqiqiy emas deb topib, javobgarlik masalasi ochiq qolayotgan. Chunki avtomatlashgan tartib bo'lgandan keyin kimligini aniqlash qiyin bo'layotgan edi. Shu nuqtai nazardan o'sha qo'shilgan qiymat solig'i bo'yicha guvohnoma muddatini to'xtatish yuzasidan soliq organi rahbari va o'rinbosarini belgilash vazifasi yuklatiladi. Ya'ni bu nima beradi? Bu birinchi navbatda o'sha mas'uliyatni beradi. Tadbirkorlik subyektlarini qo'shilgan qiymat solig'i bo'yicha guvohnomani bekor qilish o'sha rahbar o'z zimmasiga oladi yoki uning o'rinbosari o'z zimmasiga oladi. Bundan tashqari bizda umumiy yo'nalishida aylanma bo'yicha cashback tizimimiz mavjud edi. O'sha naqdsiz qismi, misol uchun 60% dan yuqori bo'ladigan bo'lsa 40%, 60% dan kam bo'ladigan bo'lsa 20% qilib belgilangan edi. Kiritilayotgan o'zgarishimizga asosan naqdsizdan qat'iy nazar o'sha 40% qilib belgilanyapti. Bu ham tadbirkorlik subyektlariga yengillik beradi. Bundan tashqari suv ishlab chiqaruvchilar uchun mahsulotlarni agregatsiyalash va markirovka kodini hisob va fakturada biriktirish talabi uzaytirilmoqda. Muhtaram prezidentimiz tomonidan qilingan tashabbuslar bu birinchi navbatda tadbirkorlik subyektlari uchun qulay muhit yaratish, tadbirkorlik subyektlarida bo'layotgan e'tirozlarini kamaytirish birinchi navbatda va ular uchun investitsion muhit yaratish. Ya'ni qanchalik tadbirkorlik subyektlari rivojlansa, bir qator ijobiy natijalarni beradi. Misol uchun aytishimiz mumkin, bu birinchi navbatda tadbirkorlik subyekti o'zi rivojlanadi, faoliyati kengayadi. Ikkinchi navbatda mamlakatni o'sha yalpi ichki mahsulotiga ijobiy ta'sir qiladi. Ya'ni qo'shilgan qiymat yaratilgandan keyin o'sha yalpi ichki mahsulotimizga ham ta'sir qiladi. Shu nuqtai nazaridan pirovard natijasi o'sha berilayotgan barcha o'sha yengilliklar tadbirkorlik subyektlarini ko'lamini kengaytirish, ularga investitsion muhit yaratish, faoliyatini kengaytirish, natijada o'sha qo'shilgan qiymat yaratib, yalpi ichki mahsulotni oshirish va yakuniy natijasi bu aholi farovonligini oshirishga o'z hissasini qo'shadi.